Siz ham uyda o'tirib jirtvani yoqa olmasdan o'zingizni ustingizda ishlang. Kasb egasi bo'ling. Harakat qilsangiz, albatta hammasiga erishasiz. Men xursandman, mana o'rgana olaman. Bular o'zi aslida menga patent bo'lib kelganlar birinchi, 2 marta kelib turib ishlarim yoqqandan keyin bular shogirdlikka o'qidilar. Mana hozir Azizaxonga sertifikat topshiraman. Tabriklayman jonim. Rahmat. Ilohim katta yutuqlarga erishing. Bu sizni birinchi qadamingiz. Rahmat. Inshaalloh nabudishi zo'r bo'lib, zo'r kosmetolog bo'lib, farzandlaringizga, oilangizga foydasi tegadigan, xalqqa, ayollarimizga foydangiz tegadigan zo'r kosmetolog bo'lib yetishib keling. Keling jonim, tabriklayman. Juda xursandlar, lekin ancha-muncha narsani o'rgandilar, hayotda ozgina qiyinchilik bilan bo'ldi, ha? Lekin yengishga harakat qildilar va uddaladilar. Qo'limdan kelarmikan dedilar, lekin qo'llaridan keldi. Rahmat. Bundan buyog'iga ham zo'r bo'lib, ha? Orqaga qaytish yo'q, olg'a. Biza hayotni hamma narsasidan o'tamiz. Ayollar kuchli bo'ladi. Bizda ayollar kuchli bo'ladi. Omad tilayman.